Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana indutkalarimizni o'tlatgan olib chiqdim sayrga. Bir mahal yem yeyapti mana shular. Makka jo'xorini maydasidan, bug'doy maydasidan aralashgan yemlardan nonlarni yutib hozir doim ochiqda yuriydi bular. Endi ko'chaga olib chiqdim o'tlatgan. Sug'oradigan payt o'zi yugurib keladi bular suvni ovozini eshitib. Chunki o'sha hasharotlar qurtqimiz chiqarib suvni yuziga terib yeydi bular. Bularni xudo xolasa yana qoralardan sotib olaman. Qop-qoralaridan qayerdan topsam qonini almashtirish kerak, xo'rozlardan olaman. Vodiyda ko'p uzoqlik qilyapti, lekin Telegram gruppalarga chiqyapti. Buni xudo xolasa ko'paytirib fermerlik qilish niyatimiz bor. Katta hovuz qilamiz. O'zida ko'payaveradi bular. Xudo xolasa. U kichkina jo'jashalar ham 5 tasi qoldi, yaxshi, katta. Bo'lyapti. Ularni ham video davomida qo'yib o'taman, ko'rasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Indiklarimiz ham katta bo'lyapti. Boqilyapti. Bularni boqish uchun hech bo'lmasa bir tonna bug'doy olish kerak. Maydalab berish kerak. Keper kaloriyasi yo'q. Baribir u sizlarga qilib raxit kasalligini ko'paytirib chiqaradi. Temir tushib tashlay mana. Donlarni terib yeyapti. Juda yaxshi. Ko'rsayman. Katta bo'lyapti. Oziqasi hozir Makka jo'xori baribir kuchli. Maydasidan bersa, endi hozir narxlar ham tushyapti. Makka jo'xori sezon keldi. Shuning uchun shunday yangiliklar. Ko'rdingizmi? Sakrab oldi. Endi indutkaga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun-da, mo'l kimdir qiziqmasligi mumkin. Biz iyisi ko'ryapsizlar. Katta bo'lib juda chiroyli patta chiqaryapti. Xudo xolasa. Har kun endi yemdan iloji boricha qismasi kerak. Buni juda chiroyli narsa bo'ladi. Qora bo'ladi bular ham. Xudo xolasa. Tim qoralardan ham ko'paytirish niyati bor. Keyin oqiga ham qiziqaman. Oq bog'laridan ham topishim kerak. Oqani endi patlarini shu go'shtga yaxshi deyishadi oqlarini. Tozalagan payt top-toza chiroyli bo'ladi deydi. Bularga o'ziga maxsus uyachalar qilib qo'yish kerak. Tabiiy sharoitda, kataylarning ichida videolarda ko'rganman. O'zi tuxumni tug'ib, o'zi ochib chiqadi. 40 kunga oshadi bular endi ichkani. Xullas shunaqa ma'lumotlar. Cho'milib chiqdi endi. Chiqishyapti cho'milib. Quriydi endi bular.
Yozga chiqishdi bu. Makyon ko'proqsa jingiri. Bahona. O'rganamiz. Hanga qarab o'rgangan kelyapti. Suv bor joyga keladi. Mana shularga mana tomon teshilgan. Tantancha bo'lib oqadi. Suvsiz qoldirmaslik kerak buni. Qator bo'lib yurishni yaxshi ko'raman buni. Hava issiq juda. Bularga suv tutmazdi.